kecha Abdurahmon akani operatsiya qilganmiz. Oldin rasm ko'rsatganmiz. Chap qo'l oldi so'lay bizni katta gigant hosilasi bor edi. Kecha operatsiya qilib chap qo'l oldi so'lay bizni sudda reziksiya operatsiya amalga oshirdik. Birinchi sudga bu ko'zlaringiz ochingani, lablaringizni tishirasiz. Unga chapga qimlatamiz. Ko'rsanglar, paraliz belgilari hech qanaqa yo'q. Bizning nefronni saqlagan holda cho'l operatsiya qildik. Holatlari qoniqarli. Ijodiy ichini hammasi olyaptilar. Qanaqa fikrlaringizni ayting ham. Operatsiyadan nima oldin qo'rqib yurgansiz? Nimalar bo'ladi? Nimalar deyishgan sizga? Og'iz, ko'z qotishlar bo'ladi, qiyshaysh bo'ladi debdi. Siz qayerga borib kelgansiz? Onkologiya nima bordi? Samarqand, Toshkentga borib keldim. Ulardan shunaqa fikr aytishgan-a? Bu semasning holatlari yaxshimi? Birinchi sutkadan infrada unaqa o'zgarish bo'lmagan, hammasi qoniqarli. Qo'rqmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ishlarimiz ketadi. Kundan kun xudo xolasa yaxshi bo'ladi, o'zingiz yordam beramiz. Sog' bo'ling. Rahmat.